Ana bosdim hozir. 46 da bosganman, yetib kelishyapti. Men bosuvdim taksi tugmasini. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. 33. Men bosgandim. Shu domimizga qo'ydirganmiz. Men bor uzr so'rayman. Hech qanaqa kor-hol bo'lgani yo'q. Adizga qo'yilgan dom uchun. Bu aholini shu ko'chada bo'ladigan janjal oldin olish maqsadida qo'yilgan. Shu domdan xohlagan kishi, shu yerdan o'tgan odam bu narsani sezsa, xohlagan kishi bosishi mumkin. Endi bitta savolim bor. Men safarda yuraman, masalan, xonadonimning ichida tepada bironta narsa bo'lib qolsa, o'sha vaqtda ayolim tusha olmaydigan paytda qanaqa bo'lishi mumkin? Ichimi topilgan uni programmasi bor. O'zini mana biz o'zimiz uyimiz uchun ham o'zimiz qo'yib qo'yganmiz. Ma'lum ko'rsam. Bemalol ko'rsak bo'ladi. Ha, demak, mana telefonga uстановка qilsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Agar sizga uстановка qilib bersak, siz bosib turasiz, sizni xonadoningizdan, siz chet elda bo'lmaysizmi? Shu joyga yetib chiqamiz. Zo'r. Bunga qancha to'lov qilinadi bir oyda? Bunga oyiga 77 ming so'm to'lov qilinadi. Hurmatli do'stlar, hammaga tavsiya qilaman. Hozir o'zida buni o'rnatib olaman, chunki oila a'zolarim uchun ham qulay bo'ladi. Qaranglar, o'sha jarayonda Milliy gvardiya yetib kelgunga qadar sizlar bilan operator ham aloqada bo'lib, sizni holatingizdan ham xabardor bo'lib turar ekan. Taxminan bir 3 minutga ham bormadi hozir. 3 minut atrofida yetib keldinglar. Hammaga rahmat katta. Uzr so'rayman men bor bosganim uchun. O'rtoqlar, albatta bu narsani o'rnatib olinglar, xavfsizliginglar ishonchli qo'llarda bo'ladi.